ko'rishamiz. Rahmat. Keyingisi Abdumalikov Umidjon ekan. Assalomu alaykum. Qo'qon Termiz Umid MC rahbari. O'rta Osiyodagi eng katta biogaz plantatsiya rahbariman. Ya'ni Kaliforniya qizil yong'oq cho'ychang biznes bilan shug'ullanaman. Berganimni bersak, Muhtaram Prezidentimiz 2024-yil 13-fevralda P71 qarori chiqqan. Bu yerda men adashmasam ko'pchilik taniydi. 49 milliard shu yilda 2025-yil hisobida paxtaga biogaz berilsin, paxtani go'miz miqdori ko'tarilsin deb Muhtaram Prezidentimiz subsidiya beradi. 1700 ta tadbirkordan 59 ta tadbirkor saqlanmoqda ichida. Undan topshirilgan biogazning sifatiga qarab 9 ta odam 49 milliardlik biogaz shartnomaga O'zbekiston bo'yicha 9 ta tadbirkor berishga ruxsat berdi. Ya'ni bizlar ham shuning ichida bormiz. Men nima demoqchiman? Har bir viloyatda bitta tumaniga paxtaga subsidiya berildi. Misol uchun Surxondaryoda, Jaqurg'onda, Qashqadaryoda, Qarshi tumanida. Viloyatda faqatgina korrupsiya bo'ldi-da. Nimaga desak, misol uchun biz reklama qilishimiz kerak. Qaror turibdi. Buni to'liq tushuntirib bermasam, qisqa-qisqa tushunmay qolasizlar-da. Qolsa qisqa beraman, tushunmay qolasizlar. Biz boryapmiz, shartnoma qilamiz deb boryapmiz. Misol uchun aytsam, Surxondaryoga boryapman, 3 milliard 700 million so'm pul berilgan. 3 milliard 700 milliondan 9 ta tadbirkordan, xohlagan tadbirkordan biogaz olishga haqqi bor. Paxtaga biogaz berildi shu yilga. Bizda kiritmayapti. E'tibor bermayapti, telefonlarni ko'tarmayapti. Surxondaryo Termiz tumanida. Bu 10-avgustda ham 2024 10-avgustda Toshkentda ham yig'ilishda shu mavzuni ko'targanman. Juda shovqin bo'lgan shu mavzu. Ijtimoiy tarmoqda ham boryapmiz, umuman kirgizmayapti. Keyin Termiz Janqo'rg'on tumani hokimi taniydi. Bizni O'rtasidagi eng katta cho'lchang plantatsiyani qurganman. Shaxsiy o'zimni 5 milliard pulimga qurganman. O'rtasidagi eng katta hisoblanadi. Kelib ko'rgan o'sha hokim kelib ko'rgan vaqtida shu yerda ishlagan paytda aka shunaqa muammo bo'lyapti, Janqo'rg'on bizni kirgizmayapti degandan keyin bordik, kirgizdi. 158 ta tadbirkor kiritilgan. Shundan 69 tasilik gruppaga qo'shyapti reklama berishimiz uchun. Lekin hech qaysi tadbirkorni yig'ib bermadi. O'zi yig'ib berish kerak, qarorda ham yozilgan. Shunaqa yig'ilishda qishloq xo'jaligi majburlab turib Navoiy bilan shartnoma qildi. Majburlab turib fermerlarni majburlab Navoiy bilan shartnoma qildi. Navoiydagi tadbirkor majburlab. Biz Termizga, Janqo'rg'onga berdik, 5-6 tadbirkorga berdik. Borib aytyapmiz, yig'ilishda shunaqa bo'ldi. Даже kelishgan biogaz olaman degan tadbirkorlarni ham pulini chiqarib oldi. Shu darajada bo'lib qoldi. Qishloq xo'jaligida. Jizzax bilan gaplashyapman. Men viloyatda aytib beray sizlarga. Jizzax bilan gaplashyapman. Jizzax aytayapti, bunday qilamiz. Hozir qizimni masalan ko'taryapsiz. Mana shu men 3 yildan beri taniyman, bir-birimizni bilamiz aka. Bunday qilamiz. Yig'ilish tugagandan keyin siz bilasiz qayoqdaligini. Vaqtingiz bo'ladi-ku, menimcha, o'z termiz borasiz, bir gaplashamiz aka. Detalni hammasini aytib berasiz. Bir o'ylab ko'raylik, qanaqa qilib shuni korrupsiyadan chiqsak bo'ladi. Qanaqa bir shartga yarataylikki, shu korrupsiya bo'lmasin. Maylimi? Chunki o'zbeklar davay bunday qilsin degan bilan bilasiz, qiyin masala. Ikkinchi mavzu, yo'q, shu mavzuda bizda hozir Janqo'rg'on qiyosi bo'lib qoldi-ku bu mavzu bo'yicha. Janqo'rg'on endi biz topshirilgan biogazimizni 40 kundan keyin borib namuna olyapti. 40 kundan keyin. Bu narsani 40 kundan keyin oddiy ichimlik suvi ham o'zgaradi-da. Bu quriydi, biogaz nam holatda tirik molekula bo'ladi ichida. Bizning mutaxassisimiz, даже qishloq xo'jaligi vazir vakillari biogaz haqida ma'lumoti yo'q. Uchinchi yanvar kuni Toshkentga borib, men tushuncha berib qaytib keldim, shu o'zgarishga kiritdik-da. Inongan muammolariga, sertifikatlariga, boshqa narsalariga. Aytmoqchi bo'lgan 40 kundan keyin namuna olyapti. 40 kundan keyin javob xat beryapti. Endi biz prokuraturaga bermoqchi. Biogazimizni sen qaytarib olib ket, bergin dedi.
o'sha joydan berilgan, menda o'zimda YouTube'da ijtimoiy tarmoqda blogerman, o'zim soham bo'yicha. O'sha joydan berilgan yuk, jargonga berilgan yukdan shu bir kishi qaragan, bir kishi go'ng bergan, bir kishi suv qaragan, bir kishi bitta chuvalchang ishlagan joydan o'sha joydan olib Qashqadaryoga borib beryapman. Qashqadaryoga ham yuk berganman. Qashqadaryoga yuk beryapman. O'sha kunda o'zida, olib borgan kunda o'zida namuna olyapti. Kechqurun javob xati beryapti. Ijobiy zo'r. 80 kundan keyin javob chiqadi. Korrupsiya iltimosdan chiroyli. Keyin bizda bitta masala 5 gektarim bor, men aytibman, yana qaytib aytibman, Termiz tumanidan 5 gektar yo'q, juda xafada. Ha, uni olganman, lekin meni atrofimda aholi bor. Viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov borganlar 2023-yil kelajak bunyodkor medali olishimizdan oldin borganlarida beriladi deyilgandi, lekin 2000 ta uy qurilish bor edi, lekin hokimligimizga olib murojaat qilgan yo'q, yaqin orada bu mavzu bo'yicha. Shunga ham kiritib ketsalar juda yaxshi bo'ladi. Juda ko'p aholi bor. Menda 5 kilometr joydan loyidan chiqib keladi-da, juda qiyin-da. Akajon, katta rahmat. Lekin men bitta narsani bilishingdan o'tirgan odamlar sizni hozir muammoyingizni hal qilib bermaydi. Bizning maqsadimiz sizlar bilan hamkormiz. Sizlardagi muammolarni yozib olamiz, kerakli tashkilotlarga yetkazamiz. Mani qo'limda yoki bularning qo'llarida qanaqadir sizni ishingizni hal qiladigan imkoniyatimiz yo'q. Lekin biz nima qilyapmiz? Sizlardan yozib olib, tizimli bo'lsa taklif kiritamiz. Masalan, Surxondaryoga bordik, 20 ta tadbirkor soliq uchun mamlaqa taklif ko'rsatdi. 30 ta tadbirkor yer masalasini sotib olish uchun mamlaqa ko'rsatdi yoki mamlaqa ko'rsatdi. Iltimos, keyin agar masalan individual takliflar bo'ladigan bo'lsa, yozma ravishda tez beringlar bizga keting. Ana joyimizda joy-joyda hal qilib ketaylik. Keyin yana bitta masala. Bozor masalasini yaratishda bozor iqtisodiyotidamizda, men ham tadbirkorman, lekin kimnidir majburlab tadbirkorning narsasini sotib ol deyishga haqqimiz yo'q-da, misol uchun. Yoki olma. Bir minut. Bunaqa yig'ilishlarda qatnashganman. Yana kichkina tadbirkor asta-chechak boshlagan tadbirkor. Siz tushundim siz nima demoqchiligingizni. Hech kimni majburlab hech kim shartnoma qilmaydi. Lekin qishloq xo'jaligi xalqini fermerni majburlayapti. Bu tadbirkor bilan qilasan deyapti. Kelyapti, pulni beryapti, ketyapti, hammani qayiryapti. Biz bilan janjal qilib kirgizmayapti. Hurmatli tadbirkor, siz so'rayman, unutaka. O'z mana Jamshid aka o'zlari alohida bu masalani yozib oldilar, qo'shib berdilar. Siz bilan alohida bulanadi. Ruxsat bersangiz. Yo'q, ruxsat. Men noto'g'ri yo'q. Hammasi yaxshi. Katta rahmat. Rahmat.